bir shaharga kirishda bir otaxon baliq tutib turgan ekanda. Bir yigit kelibdi. Otaxon, men musofirman debdi. Xush kelibsan bolam. Bu shahar qanaqa shahar? Shu yerga ko'chib kelmoqchi edim, shunga kelyotgandim, uzoq safardan kelyapman debdi. Boyagi baliqchi otaxon, qayerdan kelyapsan? Oldin yashagan shahring qanaqa edi? Nega u yerdan kelib ketding desa, u yer yaxshi joylar emas edi. Odamlar bir-biriga ziyon yetkazgan, yomonlik qilgan, birovni pulini olib bermagan, biri ikkinchisini aldagan, uchinchisi to'rtinchisiga xiyonat qilgan deb yomon sifatlarni sanab ketibdi. Keyin otaxon aytibdi, "Ey bolam" debdi. "Bu shahar ham xuddi shunaqa" debdi. Bu yerda ham odamlar odamlarni aldaydi. Bu yerda ham odamlar